Salom hammaga. Bugun sizlar bilan yana Muhammad 2013. Bugun sizlar bilan endi bugunni o'zida 3-chi video ketyapti. Birinchi video PUBG Open Case haqida, ikkinchi video Brawl Stars haqida, uchinchi video mana bu Tsuk Karo Shop degan o'yin haqida. Bitta brat kommentariyaga bittagina kommentariy bor ekan. Kirib qarasam, bitta brat omad deb yozib qolibdi. U bratni omad degan kommentariyasidan men motivatsiya olib, demak bu brat omad deb yozgani uchun bu videoning keyingi qismini chiqarishga qaror qildim. Va bu bratga yoqqan bo'lgani uchun omad deb yozib qoldirgan. Shuning uchun yangi qismini chiqarsam, brat mazza qilib, zavqlanib ko'radi deb o'ylab va keyingi qismini chiqaraman. Va u bratning kommentariyasi o'ng tarafda turadi. Va bo'lsa shu videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, shunaqa videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani yoqib qo'yinglar. Va shu videoni ko'proq odam ko'rishi uchun, shu videoyim rekka chiqishi uchun mana shu videoga like'larni bang'alatib bosib qo'yinglar. Agar shu videoni 10 kishi ko'rsa, hatto bu 10 kishidan 5 kishi like bossa, 100 kishiga ko'tarilib ketishi mumkin. 100 kishi ko'rishi mumkin. 10 kishi ko'rsa-da, hammasi 10 ta odam sirazi like bossa, 100 ta odam bo'ladi. 100 ta odam hammasi like bossa, 200 ta, 300 ta, 400 ta, 500 ta, 600 ta, 700 ta, 800 ta, 900 ta, 1000 ta bo'ladi. Mana bitta short videoga 15 ta like yig'di, 1200 odam ko'rgan va kommentariyada 3 ta odam kommentariya qoldirgan. Va u video ham rekka chiqqan. Ko'p odam ko'rgani uchun, ko'p odam ko'rsa bu degani rekka chiqqan degani. Va kommentariy yozgani uchun, u odamlar kommentariy yozgani uchun men u odamlardan xursandman. Kommentariy yozganlarga, like bosganlarga, kanalimga obuna bo'lganlarga rahmat. Yuringlar. Va o'zi vaqt cho'zib o'tirmasdan videoni boshlaymiz. Let's go unda. O'sa ko'k narsani bosamiz. O'yinga kirgan paytingizda ana tepada yashil narsa bor, yangi zona ochadi. Yashil narsani bossanglar, yangi zona ochadi. Ki chiqib ketganlar, kirganlar keyin boshqatdan yana bir ikkinchi marta chiqib turib, bundan chiqasizlar, chiqib turib, bundan qo'rasalar, ki boshqatdan kirib turib, mana yashil narsani bossanglar, yana bitta zona ochilib ketib qoladi. Men o'shani keyinroq bilganman. Bitta tagida ko'k narsani bossanglar, ochilgan zonalar turadi. Nima bu o'slar? Day 91. Day 91. Level 27. 7248 dollar pul. Qolganlarida bir kun, bir day, 4 day, 5 day. Yo WhatsApp. Va 27-levelliga, ya'ni 91-kunga let's go do'stlar. 91-kun. Yo WhatsApp nigger. Shu vaqtiga like bosinglar. Qara shuncha 91. Qo'limda kartalar turibdi. O'yin ovoz eshitilmaydi sizlarga. Faqat mikrofon yoqib qo'yaman chunki eshitilishi ham mumkin. Qarang. Pushti kartaga keldim. Ko'k kartalar bor edi. O'tgan videoda ko'k karta, keyin yashil kartalar bor edi. Uning o'rniga pushti karta bilan qizil karta. Endi sizlarga ularning narxini ko'rsatish uchun mana bu kartalarni ochishim kerak. Va videoni boshlashimiz bilan karta ochish qanday bunday ketdi. Yo WhatsApp va bitta zo'r yangilik bor dedi do'stlar. Zo'r emas, qichiq yangilik bor sizlar uchun do'stlar. Sizlar uchun yangilik. Hozir yangiligini tanishtirib o'taman do'stlar. Bu video bir yarim soatcha bo'ladi bu video. 91 dollar. 91 dollar. Nima bu? Yo WhatsApp. Nimaga? 91 dollar. Videoni boshlanishidan 91 dollar. Wow!
Endi mana shu ko'k kartalar bilan yashil kartalarni tugatishim kerak edi. Ko'k karta bilan yashil kartalarni tugatib, endi pushti karta bilan qizil karta sotaman. Bo'ldi, tugadi. Va endi sizlarga zo'r yangilik. Nima bu? 2112 dollar. Mana turibdi, tagida mana. 3000 dollari tagida turibdi. 3000 dollari tagida turibdi. 2112 dollar. Ne karta? O'zi bu karta 1812 dollar edi. 12 mi? O 8 dollar edi. Qanday bunday oshib ketdi bu? Men bilmayman buni. Oshib ketganini, qanaqa oshib ketganini. Buni 2500 dollar qilaman, sotaman. Qanaqa bu? 2500 dollar qo'y. Sraz 2500 dollar emas bu. 2500 dollar. Ana 2112 dollarni 2500 dollarga qo'ydim. Olasan-da. Bittang olasan, bittang olasan. Omay qayga borasan? Qaylarga borasan olmasang, ey? Omay qaylarga borasanlar? Olmasdan ilojing yo'q. Baba pulni qarang, pulni ko'pligiga qaranglar. Mana bitta arenda qaranglar. 1790 dollar. Yo WhatsApp nega? Pullik magazinni necha kundir pulni to'lamaganman. Bir kunda 250 dollar to'layman. Magazinga tepadagi borib, o'shanga. Pastdagi tok. Bu pullik emas bu. Qancha ko'p svet yonib tursa o'shanchaga. Pullik. 2 kun, 6 kun. 6 kun bermaganman pul. Yo WhatsApp. Qaranglar. Yashil keyin pushti, keyin qizil chiqadi. Qizildan keyin yo'q. Keyin ko'k bor ekan. Ko'kdan keyin yana qizil bor ekan. Keyin yana pushti. Pushti. Pushtilar armiyasi. Ular bilan qo'llaydi. O'yinchi zakas qilsammi aka? O'yinchi olaman, aytdi, o'yinchi bor. Go'mi och. Qarang do'stlar. Hayron qoladigan joyi. Yo WhatsApp. O'yinchi ola. Hammasi ochib tashladimi do'stlar? Hammasi sizlar uchun. 7000 dollardan 3000 dollar qoldi. 4000 dollarni tiqdim. Ertalab qilaylik, bir savdan qilaylik. Qaranglar, bir kunda necha ming dollar. Necha ming dollar ishlatimman bugunimizda. 3500 dollar ishlatorman, ha? 3500 dollar ishlatibman. Yo'q, 3500 dollar emas ekan. Ko'pmi? Do'stlar, 3500 dollar ishlatdim. 3500 dollar ishlatimman. 3500 dollar ishlatimman bir kunda. Yo'q. Shakar. Qara. Shakarda, bu shakar. Karta yotibdi. Joyi yo'q qo'yishgan. O'yinchoqlar qani? O'yinchoq zakaz qil, o'yinchoq. Hammasi bitta zakaz. Qivora qolaylik. O'yinchoqlar qalay. İçini açıp ko'raylik. Yo'q, barcha. Biratas keyinroq sotar. Keyinroq sotaman degan. Karta ochaylik do'stlar. Karta. O'zgacha ikkita karta ochaylik yetadi. Ikkita karta ochaylik. Men tugatish kerak-da shu ko'k kartalarni. Ko'k kartalar kam ketyapti chota. 3 dollar, 1 dollar chiqdi yana. WhatsApp nega? Şurada bugün omadli kelyapti. Bugun umuman mana shu do'kon o'yiga kirganim yo'q. Omadli, chota omadli. WhatsApp. Shu vaqtgacha like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, shunaqa videolar o'tkazib bermaslik uchun qo'ng'iroqcha yoqib qo'yinglar. Va o'yinni o'zim aytib qo'ying. Keyin tezroq 50 ta obunachi bo'lsam, agar 50 ta obunachi bo'lsam, jonli efir qilaman. To'xtaylar. Mana bu borku 2112 dollarli edi. 5000 dollar qilaman. 5000 dollar qilaman, qarang.
$5000 qildim mana. $5000. Bu nimaga $5000 qildim deymi? Bu ko'proq pul topishga emas bu. Prosta jonli efir 50 ta obunachi bo'lamiz. Keyin buni kamroq dollarga qo'yaman. Hech kim olmasligi uchun olsa ham $5000 oladi, olsa $5000 oladi yoki buni jonli efirda $2,500 qo'yib qo'yaman. $2,500. Jonli efirgacha $2112 diyor. Jonli efirgacha $2,500 yoki $3000 ketib qoladi. Jonli efir qilgunimcha 50 ta obunachi bo'lgunimcha. Obuna bo'lmayapti-da ko'pchilik. Tezroq 50 ta obunachi bo'lsak, o'sha $2100 kartani sotaman $2,500 ga. 50 ta obunachi bo'lsak, jonli efirda. Sizlar uchun, hammalar sizlar uchun. Boshqalar uchun narsa qilmayman. Men sizlarni o'ylayman faqat. Men sizlardan boshqasini o'ylamayman, obunachilar. Endi joy ochish kerak. Spreylarni olib joy ochish kerak. Joy ochish kerak. Spreylar, bitta spreylar bir tarafga olib qo'ysam, joy ochiladi. Tak, sprey. Qancha ochat ko'payib ketibdi. Biratlar uzra. Spreylarimni taxlab opacha. Opachadan opa. Boshqa tilda gaplashib tak. Do'stlar, shu vaqtgacha like bos, kanalimizga obuna bo'ling. Shunaqa videolar o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqcha yoqib qo'yinglar. Tekin-ku, like tekin, obuna tekin, qo'ng'iroqcha tekin. Pulli bo'lsa ham mayli edi. Bosmasanglar bo'lardi, pulli bo'lganda ham. Tekin-ku. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'linglar. Bitta short videoyimni 1200 ta odam ko'rgan. Lekin hatto 1% obuna bo'lgan, 1%, 1200 ta odam ko'rib, hatto 200 ta odam obuna bo'lsa, 1000 ta odam obuna bo'lmasa ham 200 ta odam obuna bo'lsa, o'z kartalar taxlay. Kartalar qo'limni olaman, qo'llarimga olaman. Yaxshilab. Qo'llarim olaman. Roro degan bitta bratdan ko'chirganman-da. Bitta Roro degan bratdan mashina o'ynaydi-da. Shu bratdan ko'rib qiziqarli o'yin ekan, mana o'ynash boshlaganman. O'ynaganimdan keyin buni YouTube'ga chiqarish istaganman. Keyin mana YouTube'ga chiqyapti. Kartalarni narxlashga $5 50 sent qo'shyapman. Insofni qo'shyapman-da. 11.50. Insof yo'q. Insof uyimda qolib ketibdi. Shunaqa dedi-ku, Roro. Ey, qanday? $54 50 sentga sotaman, Hatto bu 10 yoki 20 sent foyda bo'lyapti. Ko'rabdilar, insofim bor-da. Menda bu Roroni ko'rsanglar, $30 narsani $50-60 ga sotib yuboradi. Hamma anaqa karta qo'yadigan narsalari kam Roroni. Men tezroq shu kartalarni tugatib, tezroq ko'proq karta ochishim kerak. Va mana shu videoga agar kimdir mana shu videoga omad deb yozsa, bu videoni keyingi qismini chiqaraman. Bundan keyingi qismini chiqaraman. Kimdir omad deb yozib qo'ysa bo'ldi. Omad deb yozsanglar, videoga like. Mana shu videoda qaranglar. Men 25 ta obunachi bo'lish kanalimda 25 ta obunachi bo'lsa, mana shu video 10 ta like yig'sa, kommentariyada kimdir omad deb yozib qoldirsa bo'ldi. Siz bu videoni keyingi qismini chiqaraman. Tekin ko'rsa, like bosish tekin, obuna bo'lish tekin, qo'ng'iroqcha yoqish tekin, komment yozish tekin. Bosib qo'yinglar.
Yeltemas u. $91. 92 ga soat. $92 soat. Qani endi qo'lim yo'q. Bu zonadan qo'lga oladi-da, X bosaveradi-da. Shu kartalarga kirsa hammasi taxlam qolar ekan. O'shani bilib oldim. Kech tushadi-ku, kech tushgandan keyin ochamiz, karta ochamiz. Kech tushgandan keyin karta ochamiz. 32 ta karta ochamiz. 32 ta yoki undan kamroq karta ochamiz kech tushgandan keyin do'stlar. Karta ochamiz, karta do'stlar, karta. Jonli efir qilganimdan keyin o'zinglar aytasizlar. Jonli efirda mana qilamiz. Jonli efir qilganimdan keyin Ronaldo bilan Messini bellashtiramiz. Bellashadi, Ronaldo bilan Messi bellashadi. Bo'ladimi do'stlar? Ronaldo bilan Messi bellashadi jonli efirda. Kartoch. Ronaldo bilan Messi bellashadi. Kartochda. Ronaldo bilan Messini bellashtiramiz do'stlar. Qani kimda ko'proq dollar yig'ilar ekan? Messi qaranglar. Agar Ronaldoda ko'proq bal yig'ilsa, dollar yig'ilsa, ko'proq dollar yig'ilsa, Ronaldo siyla deb beraman. Agar Messida ko'proq bal yig'ilsa, Messini kiyimini kiyib, Barsa siyla deyman yoki Messi siyla deyman. Bo'ladimi do'stlar? Yo'q, agar Ronaldo yutsa, bahsda Ronaldo yutsa, mana qilamiz. Bahsda Ronaldo yutsa, ona qilamiz. Bahs qotganimizda Ronaldo yutib chiqsa, Ronaldo siyla Messi musor deyman. Ronaldo siyla Messi musor deyman. Agar Messi yutsa, Messi siyla Ronaldo musor. Real bilan Barsani bellashtiramiz-ku. Endi Messi ikkalasi yaxshi. Mana qilamiz. Real bilan Barsa deymiz bo'ldi. Ronaldo bilan Messi emas. Real bilan Barsa. Agar Real yutsa, Real siyla deb beraman. Barsa but deb beraman. Agar Barsa yutsa, Barsani kiyimini kiyib, ya'ni Barsani kiyimini kiyib, jonli efir qotganimda Barsani kiyimini kiyib, Barsa siyla, Real musor deb beraman. Let's go do'stlar. Faqat bitta akkauntdan bir marta yozish mumkin. Agar bitta dona akkauntdan 2 marta yozilsa, qabul qilinmaydi. Yozgan kommentariyasi qabul qilinmaydi ikkinchisida. Birinchisida qabul qilinadi, ikkinchisida qabul qilinmaydi. Yoki donat qilamizmi? Donat qilamizmi? Donatga qarab qilaymi? Donat. Hech kim donat qilmaydi. Javob. Hech kim donat qilmaydi. Roro donat qiladi-ku. Roroga to'xtamasdan donat keladi-ku. Jonli efir boshlagandan oxirigacha donat to'xtamasdan keladi. Roroga. Donatlar to'xtamasdan keladi-yu. Bitta manga bitta jonli efirda bitta donat kelsa katta gap. Bir dona donat kelsa katta gap. WhatsApp.
Berat. Hisob ketmabdi. Anta opa hisob ketmabdi. 40dan 40 chiqibdi. Odam zerikyapti ya. Salam zerikyaptilarmi? Men zerikmayapman. Chunki magazinimga qarab o'tiribman. Tezroq tushib qolsa, tushib do'kon yopilar-ku, avtomatik do'kon yopilar-ku, odam kirmay qolar-ku. Soat 9da. U oz qolibdi, 30 sekund. 20 sekund qoldi. 20 sekunddan keyin, 15 sekunddan keyin, 10 sekunddan keyin do'kon avtomatik yopiladi, tushadi. Mazza qilib sizlar bilan karta ochamiz. Your variation corporation chasiga. Uyga o'yinchoqlar taqib qo'yish kerak. Ikkita o'yinchoq qo'ysa bo'ladi. Sasigan keldi. Ishlamayapsanmi sen? Ishlayapti-ku. O'chirganim yo'q-ku. Ishla. Sasiga yuribdi. Sasiga. Biroq nimaga cho'milmaysiz? Uyingizda shampuningiz yo'qmi? Yo'q, hammomingiz yo'qmi? Yo, bormisiz? Yoki shampun olishga pulingiz yo'qmi degan? Hozir tekinga shampun beramasizki degan. Yoki dezodorantmi? Biroq dezodorant olmagan bo'lsangiz, biroq shuncha karta olgandan ko'ra bittagina dezodorant olsangiz nima qiladi? Men o'zim cho'miltirib qo'yishim kerakmi sizga biroq? Qanaqa asabdirlar. O'yinchoqlar sotamiz. O'yinchoqlarni qo'y o'yinchoq. Ana. Nima o'yinchoq bu? Qanday o'yinchoq bu? Ko'ramiz hozir. Ko'ramiz hozir. O'yinchoq yaxshimisan? Ishlaring bo'lyaptimi? Yo'q, bani shakar. $42 sotaman. $42 sotaman. Yo, $45 sotaymi? $42 bo'laveradi. $42 sotiladi bitta o'yinchoq. Olib qolinglar. O'yinchoq emasmi? Qanaqa o'yinchoq bu? Bu yagimi Unomi bu? Yo, ketganmi? Bilmadim-da. Nimaligini bilmayman. Qayerdan bilaymi? Nimaligini. Zota o'yinchoq. Bo'ldi. O'yinchoq joylar o'yinchoqda. Yemay. Uzoq ekan o'yinchoq. Ikkita? Nima? Ikkita qo'yiladi? Shunchalik katta o'yinchoqmi? Yoki qimmat o'yinchoqmi? Ham $42 edi. $26 ekan-ku. $26. $26. Qo'y. O'zim nimadir qibiladim. Bo'lmaydi. Yashamaylik. $42. Hozir bittasini ko'rib olaydi. Qimmatroq narsa zakaz qilsam-mikan? $10 nima? $10. $10 2dan. Mana $30. $58 ekan, $58 bor ekan. $58 bor ekan. Nima qilib o'chiribdi? $58 bor ekan bitta. Bittachi $6 da. Donas. Kamki bu. Kamlik qiladi. Qizil kartani qizilidan o'yinchog'idan olaman men. Operation corporation kattasidan olaman. O'yinchoq qilib ishlataman. Men kartalar teraylik. Kartalar tugayapti.
karta ochib olmasak bo'lmaydi. Reaksiyalar ko'rasizlar keyin. Karta ochayotganda. Karta ochamiz, reaksiyalarni birlaymiz. Reaksiyalar qichiq. Bitta karta ochay. Agar bitta karta berchi, bitta kartani bitta ochaylik. Ko'k bir eng arzon kartadan bitta ochaylik. $1 chiqadi. Chiqsa $1 chiqadi. Yo'q, yaxshi. 6 $da chiqdi. $6 chiqdi. Bo'laveradi, farqi yo'q. Zota plyus. O'zi necha dollar o'zi? Donasi necha dollar? Ko'ramiz. Donasi $1. Yo'q, bani shakar. $1.35. Shunday ham arzon bo'ladimi? $1.35. Kimda bo'layapti bu? $1.35. Kimda bo'layapti? Meni kimda bo'layapti bu? Shunday arzon kartani sotamanmi do'konimda? Shunday arzon narsani sotamanmi? Buni bitta olibdi. $12 qilay. $12 arziydi-da. $12 qo'ydim. $12 da. Men bitta olay. Bitta olaman. Masjidga bir 5 ta zirr sig'adi masjidga. 5 tacha sig'adi. O'sha 5 ta. Men do'konimni qurtamanmi? Mashina 3 ta bor, uchalasini barini tugata 3 ta. To'xtanglar. Shoshmanglar. Managa taxlayman. Taxlayishing karparish. Yorvarishing karparish. 7 ta qopti. 7 tadan barini ochaman. Hammasini ochaman. Tagida yana 7 tadan tashqari 232 ta bor, 64 ta bor-da. Hammasini ochamanmi? 64 ta hammasini ochaman. Barini ochaman. Tuyulibdi, so'radi. Tuyulda 2 minut. Bir kunda ichida 3 ta video chiqaryapman. Bunda hech kim bunday ko'p video olmaydi. Bir kunda hech kim bunday ko'p video olmaydi. Qaranglar. Endi har yakshanba video qo'yaman. Har yakshanba video qo'yishim mumkin yoki har kunimi, bilmadim. Har yakshanba bo'lishi ham mumkin. Kommentariyalarga qarab qilaman-da. Agar, qaranglar, agar 2 kun ichida video chiqmasa, bu degani YouTube menga video chiqarishni taqiqlab qo'ygan degani. Obunachilar kam bo'lgani uchun video chiqara olmaysiz degan narsa chiqib qoladi. Obunachilar kam bo'lgani uchun boshqa video chiqara olmaysiz degan narsa chiqib qolsa, keyin umuman YouTube'ga video qo'ya olmayman. Obunachilar ko'payadi, keyin video qo'yib bo'ladi. Bungacha qo'yib bo'lmaydigan qoladi. Shu kommentariyalarni sizlarni qadrlab, shu obunachilarimni qadrlab, shu obunachilarimni yaxshi ko'rganim uchun shu aytgan shu kommentariyaga nima yozsa o'shani qilaman. Shuning uchun obuna bo'lib qo'yinglar. 30 dan tugataman. Stop. Qo'yib turaylik. Necha xil kartam bor? 134 xil bor ekan. Ketdim. 100 xil karta qaralabdi. 0 bo'lib turibdi tagida. O'shani 0 degani $1 emas. $1 kam kartalarda 100 xil bo'lishi kerak mana. $1 kami 3 sent. Xuddi mana shunaqalarni $1 past, u 3 sent, u $1 past. O'shanaqalarni o'shandan 100 xil bo'lishi kerak. U 100 xil ekan. 100 xil ekan. Bemalol masalan mana sizlarda mana shunaqa bor-ku, mana ko'rsangiz kamaydi mana. Mana bu kamaydi. Masalan anaqa sizlarda masalan $10 karta bor, yo $100 yo $1000 karta bor, $1000. Mana bu yerda qutichaga yig'ishga qo'rqayapsiz. $1000 karta ichiga kirib ketib qolsa nima bo'ladi deyapsiz. Ketib qolsa yomon bo'ladi deyapsiz. Endi qo'yib bo'lmayapti. Chunki 75 xil. $3 Men faqat $1 qo'yaman. $2.
$1 40 sent bo'lishi kerak. Eng kami $1 40 sentlilarni qo'yaman men kartalar orasiga. $1 40 sent bo'lsa, $2 ga sotaman. $1 40 sentdan kam bo'lsa sotmayman. Karta ochamiz. O'zing degan hammasi ochadi. Ash to'ldirish kerak. Yer mashtagin to'ldirish kerak. 3 ta sig'di, 7 tacha sig'sa kerak, 7 tacha. Mashina 2 qavat qildim. Hosh 1 qavat emas, yarim qavat-ku. Hosh 1 qavat emas, 2 qavat qildim mashina. 3-qavat qildim-da, 3 qavat qildim. 3-qavatga bitta dona qo'ydim. Bitta dona qo'yganimdan keyin, demak 3 qavat ham bo'laverar ekan. 4 qavat, 5 qavat ham bo'lsa kerak dedim-da. Keyin kamaytirib, karta ochmasdan ketdim. Chunki kartalarni tiqilyapti. 300 xil bitta qaradim-da. 300 xil turibdi-da. Yo, ben shakar dedim. 300 xil karta ya dedim. Yashash variant dedim. Bir normallik karta tushib bersam. Zo'r bo'ladi, normallik karta tushib bersam. Stop. Ben ochvoraylik, keyin gaplashamiz. Keyin gapiraman. Ne qilaman? Qarzdorliklar bor edi-ku, $1700. O'shalarni to'lab qo'yishim kerak. $1700 to'lab qo'yishim kerak. $2000 qo'ygan-ku. $2000. $85. $85. 5 lira. $85. Eng qimmatlarida qaranglar. Shir eng qimmat $2112 bor. O'shani bitta 5 lira bo'lib turibdi. 950 so'm tagida 5 lira bo'lib turibdi. $2112 bor. $2112. O'shanda shir bo'lib turibdi. SHR bo'lib turibdi. Bu birinchi o'rinda. Eng qimmat kartalar bo'yicha birinchi o'rinda SHR bo'lib turadi. Ikkinchi o'rinda esa 5 lira. 5 lirasi tushdi. Yo, bana shakar babamrat. Yashash variant dedim, demin. Yashaylik ekanda. Yashamaylik ekanda, tushmadi. Farq yo'q. Tezroq 50 ta obunachi bo'lsam, 1 soat, 1,5 soat, 2 soatlik joyli efir qilaman-da, mazza. Mazza qo'varayishim, karparayishim. Let's go. Bu so'xta joyga ketaman. Sog' bo'linglar. Keyingi joyga ko'rishguncha bay bay do'stlar.